Hammaga assalomu alaykum. So'mbavuz kanali ashaddiy muxlislari e'tiborlarga bugun biz 2026-yil 8-yanvar hafta kuniga payshanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz akalar. Dehqon akamizdan sotiladigan ikki bosh zotli buqamiz bor akalar. Chempion polvonlarida narxlarini batafsil egasidan so'rab boramiz. Yo'qsa laykni bosib qo'yasizlar. Buqa boqqanda otasiga rahmat deb akalar. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Sizmisiz? Sizmisiz? Kirib kelayotgan yangi. Qanchadan endi aka? Endi buqalar dehqonchilik. Aha. Yoshligidan olib boqqanmiz. Aha. Shu narxiga kelsak 54 million. 54 million so'm kami bor. Kami bor. Aka 50 dan xayri bormi buqalar? Endi buni yoshligidan olib boqqanmiz. Endi 50 ga qo'shadi. 50 ga qo'shsa sotasiz. Qo'shib sotasiz aka 50. Qo'shilsa sotamiz. Akalar 50 million so'mga qo'shilsa sotaman deyapti. Endi mollarni ko'ryapsizlar, o'ta polvonlar. Tepalarni ham ko'rsat. Arqa boshi vashi kelgan mollar ekan, ko'ryapsizlar? O'ta polvon. Sifat qarang, sifatda tiniqmi? Ajjon vallah. Akalar mana imkon qadar so'rashga harakat qildim. Endi dehqonam olib boqqan, pul yegizgan, ancha mehnat bo'lganda bu mollarni bunchalik qo'yincha ko'ryapsizmi sifatda? 50 million so'mga qo'shib sotamiz deyapti. Mollar arqalari yaxshi. Arqalari butun, oldilari keng, zo'r narsalar ekan. Xo'p, aka endi bu dastlabki masalasiga kelsak, dastlabki endi dehqon odammiz. Dehqon odammiz biz. O'zingiz texnikangiz bo'lganda u boshqa narsa edi. Dastlab yoqib beraveramiz. Akalar aloqaga chiqasizlar, kelishasizlar. Manzilda yetdik, akalar. Narxini kelishtirib beradi-da. Bo'lardimi? Aka keng qo'ldi bering. 50 millionga to'g'ri kelaveradimi? 50 ga qo'shiladi. Qo'shilsa sotasiz? Qo'shiladi. Gap yo'q akalar, 50 million so'mga qo'shsalang sotadi ekan buqalar. Bo'yni yetyapti akalar. 1.25 plus, 1.30 plus. Endi bularda tashqariga olib chiqay desak, endi bir joyda turgan, yem yeb turgan mollarda, yengil yeb turgan, hozir tashqariga olib chiqsak, hamma yoqni vayron qilib tashlaydi-da. O'shaning uchun akam ham qo'rqdi, uka, ular tashqariga olib chiqmay qo'ydi. Mollar baquvvat qiynab qo'yadi deydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida akalar. Dehqon akamizning ikki bosh buqa. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Aloqa uchun telefon nomerimiz 93lik 93lik 589 589 57 57 74. 74 raqamiga xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Buqalar zo'r ekan deydi. Alloh barakasini bersin. Chempion buqalar ekan, oyog'idan baraka topadi akalar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.